Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Anglayotganinglar Zo'rdin Sabirning Kechkuz nomli povestining davomi. Ularning mashinasi taqir, zerikishlik ayg'ir buloqdan oshgandan keyin Ibrohimov og'rib qoldi. Uning butun badani qizib, yo'talsa maydisi etishadi. Uning ayoli, bolalari sakbar bo'lib, uningga heli dori bersa, heli ussuzlik beradi. İbrahimov shundoq kasal bo'lishib qarmay, sho'pirni tezroq minishga aldirtadi. Ko'rlida yoki Aqsuda to'xtab davolaning, dedi ayoli yelinib. Haman cho'llikka boramiz, nemancha aldirg'uliqkina? Bir kun, yarim kun bo'lsa burroq barayli xotin. Ma'qulda, gapimga kir, mendan ansirma. Mashina shundoq minib, Maral beshidanmi o'tdi. Yakan daryosining suyi azaygan daryodimmi osonli o'tdi. Cheksiz ketgan to'g'roqlik boshlandi. Qum barxan do'nglari mangulik uyquga ketgan yillarga o'xshaydi. Ba'zi qum idirlari ustida qilin to'g'roq yoki qumishlar o'sgan. Sapseriq to'g'roq g'azonlari takli makonning kechkuz shamlida ko'chma qumlar bilan billa uchib yuribdi. İbrahimovning bolalari hayron havas bilan dunyo bo'yicha ikkinchi o'rinda turadigan bu poyansiz qum cho'lligini tomosha qilishdi. Necha ming, necha 10 ming yilning oldida bu yerlarda ko'l, daryolar bo'lgan. Ko'llar qurib, cho'llar paydo bo'lishga boshlagan. Kitoblarda yozilishicha bu yerlarda burun shaharlar bo'lgan ekan. Yana shaharlar bo'ldikanda biz shu qurildigan shaharning puhrolari tayyor shaharlarimizni tashlab, asta dadam amdili ko'zini yumdi. Balalar jimib qilishdi. İbrahimov tez nafas elib uxlamoqda. Uning judangi yuzi taklimakan chang tuzanglari bilan oqargan, qap-qora kirpiklari yo'g'on qangshaliq qush burniga moslashgan. Uning chiroyiga erlarga xos go'zallik paydo qilgan. Uning ikki yiqiga tashlangan qo'llarining birsini hepizam, birsini raylam tizig'i qo'yib olgan. Mashina chang to'zang purqirtib, ba'zida siliq, ba'zida qo'pol silkinib ketib boradi. Mashindagilar nagi berishni bilmaydi. Kabinkadagi yo'l bo'yi zuvan surmagan ikki muhofizatchi bilan sho'pir boradigan joydan xabardor. İbrahimov bardigan yerining na nom ismini, na manzara qiyofatini so'rabmi qo'ymadi. Balalar bo'lsa bilishni texmi xohlamaydi. İbrahimovning qizitmasi yongan o'xshaydi. Mana u siliq xo'rak tartishga boshladi. Balalar uning xo'rakini anglag'ini bilan qandoq tush ko'rganini bilmaydi. İbrahimov mashinada ketib etib ajoyibli bir tush ko'rdi. Ko'z ochqili bo'lmaydigan shivirg'anliq bir kechida İbrahimov Nadirov bilan billa mas holda maydonning etizlarini kezib yurgidak. İbrahimov o'miligidek, Nadirov o'ra. Shivirg'anga pisand qilmay naqshi aytib ketib borgidak. İbrahimov vaqirdi. Ovozi chiqmadi. Oldida texi muz qatmagan zaykash o'stingi bor. Zihrullam qaramliq qilib tushib ketmagidi. İbrahimovning g'am andisi shu. U na mangalmaydi, na vaqirey olmaydi. Nadirov birli yog'ochdan yasalgan heliqi g'iltang ko'rikning o'tirsida turilib, atnochka o'ynayotgandak. "Hey sarang, to'la talvilik qilma." Nadirovning badini qiysaydi. İbrahimov vaqirdi. Lekin uning ovozini Nadirov anglamadi. İbrahimov ko'zini yumib oldi. U ko'zini ochganda ko'rik ustida Nadirov ko'rinmadi. İbrahimov ovozining baricha vaqirdi. Ovozi chiqmadi. U o'rnidan turib yugurmoqchi bo'ldi. Putlari yer dasiyolmadi. U o'milab mangdi. O'milab ketib etib, birda dushman okopiga qarab ketyapman deb o'yladi. Turibla Zihrullamni qutqizg'ili ketyapman deb o'ylag'idak. U o'milidi, tirnoqlari qetishgan muzliq yerni tatlab, tizlari bilan qiyinlarni tizib olg'a ilgarildi. U ilgirlavitib, kanaygacha sug'uchilishgan Zihrullamni ko'rib dedik. Taş yatqızılgan o'stangning ikki qishi 2 metrdan egiz, suv chachranlari bilan g'iltanglashgan ikki yonni tag'lab tutish mumkin emas. Zihrullamning tirnoqlari qangan, u
hayat qilish uchun qirg'oqqa hadab yamashqidak. Lekin İbrahimov uningga yordam qilolmaydi. U texi yerim yo'lda o'milab kelmoqda. Burutluq meydisiga qator medallarni asqan odam tapanchisini tutib o'ynaqlab turgan at ustida uningga g'azab bilan oliyib turg'udak. Sen o'limtuk, nimishqa turolmaysan? Biz sana hamma mahoratni o'rgatgan-ku. Senza o'milashni bilsan. Tur, Nadirovning qo'lidan tart. Bo'lmasa etibitman. General Leytenant İshakbek janoblari, degidak İbrahimov. Men kesal, orolni o'milashga yarayman. O'milabmi uni qutqiza olayman. Meni etvatmang. İbrahimov o'stan bo'yiga keptidak. Nadirov tırnaqlarida, eg'iz burunlarida qon uygan holda, qonga bo'yalgan qashani bag'riga besib jimjit yotqidak. Nadirov, akal qulingni, Nadirov. U vafot bo'ldi. Qo'rqib o'lmadi, to'nglab o'ldi. Esit uni dushman o'ltirolmagan edi. O'z yerining so'g'uqi o'ltirdi. Bilib qo'ying İbrahimov, siz bizning birinchi darajalik urush qahramonimizni saqlab qola olmadingiz. Siz xalq oldida aybkorsiz. Qora burut, gullik, qizil duxovi buk, kostyum kiygan bu tonish odam kim? İbrahimov ko'zini o'ldi. Rais Ahmadjon apandim, dedi u yig'lab turib. Meni o'z qo'lingiz bilan etiviting. U esadab yig'lab jo'yligini turdi. Meni etiviting. Nima bo'ldingiz? Voy, nima da'vatsiz? İbrahimov cho'chib uyg'ondi. U chiliqlab tarligan, chiroyi tatirib ketgan holda ustiga yepilgan harbiychi juvini ustidan elvatdi. Tushmu xiyolmi yoki ikkisining birikmisimi? Bugun chislaga necha bo'lib qoldi? Bugun chislaga 10 dada, dedi cho'ng o'g'li. O'g'lim, xotirangning obdan bir yerga yezib qo'y. 1962-yili 12-oyning 10-kuni men ajoyib qo'rqinchli tush ko'rdim. Xotima. Yana 18 yil o'tdi. 18 yilda İbrahimov kamso'z, xiyolchan buvayga aylandi. Hozir u balayu nevirleri bilan 26 jan. Yurtiga qaytish arzusi turmushning bo'ron chapqullarida ko'klaverdi va oxiri yenidan mahalla shahar bo'lishga boshlagan taklimakan qo'ynidagi uzun yil ter to'kkan 3-yurtidan o'zi tug'ilgan yurtiga qaytadigan bo'ldi. İbrahimov mana shu chaqdila o'zining rastilla jazolanib bu yerga kelib qolganini, kelgandan boshlab hozirgacha cheksiz qumliq ichida to'g'roq qumurib, o'stan chepib 18 yilni o'tkazganini, shu orliqda yiroqdagi yaqinlardan ya bir parcha xat, ya bir parcha eg'izcha xabar ololmaganini alam, o'kinish, g'azab bilan oxirgi qitim yodiga oldi. Va o'zicha Zikrullah Nadirov nima qilyapti ekan deb pichirildi. Kechkuz, hammali yerda seriq qazonlar uchib yurgan kechkuzda u 3 mashina bilan yurtiga ko'chib keldi. U kelibla Zikrullamning aroq ichib, zaykash eriqqa tushib vafot bo'lganini anglab, azob bilan qattiq yig'ladi. Maydonning yangi rahbarligi uningga aroq ichib o'ldi degan gap yolg'on. Zikrullam Nadirov oliy sortliq urug' yetishtirish maydonidan xizmat bilan qaytib kelib, shivirganda sanoat ustunga tushib ketib, xizmat ustida sharaf bilan qurbon bo'ldi. Uning qabrisini qaturmiz, motam murosimi o'tkazimiz. 18 yildan keyin bola tug'ilib 18 yoshga kirganda ism qo'ygandaklar kulkilik ish. Uning vafot bo'lgan vaqti xotirlanganmi? Shundaq, Zikrullam Nadirov 1962-yili 12-oyning 10-kuni Shivirg'onliq kechida qazo topdi. 1962-yili 12-oyning 10-kuni deb so'radi İbrahimov hayron bo'lib. Men tush ko'rgan kunning aynan o'zi, kechkuz, yo'q, qish, kechkuzning oxiri, kulkilik ish, yana bir kulkilik ish. Shundaq, bizning turmushimizda kulkilik ishlar to'limu ko'p.
1988 yılı 89 yıllar Ürümçi. Hürmetlik aziz qarindoshlar, bugun biz Zordin Sabirning Kechgöz nomli povestini o'qib tugatdik. Xo'sh, anglag'ininglarga rahmat. Hammanglarga xayrli kunlar.